Atning sarxili chilan to'riq, odamning sarxili Lübo deydigan bir gap bor. Lüboninki bitti. Yana Lübo o'lgandan keyin zodi nima ketdi? Uning oqibati qanday bo'lgan? Balkim nurg'un do'stlar buningki eng oxirgi oqibatini bilmasligi mumkin. Endi albatta Lüboni savsav o'ltirib etgandan keyin bu otni savsav ep qoladi. Bu endi o otni shunday yaxshi saqlaydi. Keyin Guanyu savsavga agashgandan keyin buningki ko'nglini o'ziga moyil qilish uchun bu otni Guanyuga berdi. Guanyu nəhayət xoşuludu hamda. Nəhayət asrab minidi. Keyin Lüyümün Guanyu'nu öldürüb etgandan keyin bu at yana Sunchuanning qo'liga tushib qoldi. Ham Sunchuan o'zininki shu sanog'ini Majung shu odamni taqdirlash uchun bu otni uning so'q qiladi. Lekin bu ot degan narsa ajoyib egisiga sodiq narsa ekan. Guanyuga kunib qolganmi? Nurg'un vaqtgacha hech qanday yem yemay, ochliq e'lon qilib demdik. Hech qanday suv ichmay, yem yemay, o'zini o'ltirib tugaydi. Demak, 3 podshohlikdagi shu dangliq chilan to'riq ot eng oxiridagi oqibati shu ochliqdan o'lib ketdi. Agar 3 podshohlikdagi texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, shunday sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, meni qo'shib oling, astiki inkas ayoniga inkaslaringizni qoldirib qo'ying.